Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men pensiya masalasida juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya reformasi va har bir kishiga minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi haqidagi g'oya nimani anglatadi? Bu kimlarga foyda beradi? Kimlar uchun xavfli jihatlari bor va eng asosiysi oddiy odam bugundan boshlab nima qilishi kerak? Bu masala faqat pensionerlarga tegishli emas. Bu bugun ishlayotgan har bir odamga, oyligini konvertda olayotgan ishchiga, yakka tartibdagi tadbirkorga, dehqonga, uy bekasiga, chet elda ishlab yurgan migrantga va ertaga pensiyaga chiqadigan har bir oilaga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri qaror, bitta yetishmayotgan hujjat yoki bir necha yil norasmiy ishlash kelajakda pensiyangizni millionlab so'mga kamaytirib yuborishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu videoda murakkab pensiya tizimini oddiy tilda, real hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Men avvalo bitta asosiy narsani aniq aytib olay. Pensiya tizimi har doim 3 ta savol atrofida aylanadi. Birinchisi, odam necha yil ishlagan? Ikkinchisi, u qancha rasmiy daromad olgan? Uchinchisi, davlat byudjeti va pensiya jamg'armasi bunday to'lovlarni ko'tara oladimi? Minimal pensiyani 6 million so'm qilish degan gap juda jozibali eshitiladi. Chunki bugungi narx-navoda oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov, transport, kiyim-kechak va nabiralarga yordam degan xarajatlar bor. Ko'pchilik pensionerlar bir oyda oladigan pulni oyning yarmiga yetkaza olmay qolayotganini men juda yaxshi tushunaman. Oldingi tizimda odamlar ko'pincha quyidagicha muammoga duch kelgan. Masalan, bir kishi 25-30 yil ishlagan, lekin uning ish joyi rasmiy hujjatlarni to'g'ri yuritmagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin arxivda ma'lumot yo'q. Yoki odam bozorda, qurilishda, fermer xo'jaligida yillar davomida ishlagan, lekin ijtimoiy soliq to'lanmagan. Natijada pensiya tayinlash vaqti kelganda, u men butun umr ishladim deydi. Tizim esa sizning rasmiy stajingiz kam deydi. Mana eng katta adolatsizlik hissi shu yerda paydo bo'ladi. Yana bir muammo bor. Pensiya miqdori ish haqiga bog'liq bo'lganida, rasmiy oylik past ko'rsatilgan odam keyinchalik past pensiya oladi. Masalan, odam amalda 5 million so'm olgan, lekin hujjatda 1 million 200 ming so'm ko'rsatilgan. Ish beruvchi soliqni kamaytirish uchun shunday qilgan. Ishchi esa o'sha paytda menga farqi yo'q, qo'limga pul tegsa bo'ldi deb o'ylagan. Lekin 20 yil o'tgach farqi juda katta bo'ladi. Chunki pensiya hisobida qo'lga olingan norasmiy pul emas, hujjatda turgan rasmiy daromad ko'riladi. Endi minimal pensiyani 6 million so'm darajasiga olib chiqish haqidagi yondashuv nimani o'zgartirishi mumkin? Agar bunday reforma to'liq va aniq mexanizm bilan joriy qilinsa, eng katta o'zgarish shuki, keksalikda odamning eng kam yashash kafolati kuchayadi. Ya'ni davlat odam pensiyaga chiqqanda hech bo'lmaganda minimal darajada munosib hayot kechirish kerak degan prinsipga o'tadi. Bu albatta ijtimoiy jihatdan juda kuchli g'oya, lekin buning ikkinchi tomoni ham bor. Pul qayerdan olinadi? Kimga beriladi? Qanday shart bilan beriladi? Ishlamagan odam bilan 35 yil rasmiy ishlagan odam o'rtasida farq qoladimi yoki yo'qmi? Mana shu savollar javobsiz qolsa, reforma odamlarda yana yangi norozilik keltirib chiqarishi mumkin. Asosiy qism nimani bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa xotirjam bo'lishi mumkin. Men buni juda oddiy tushuntiraman. Pensiya islohotida eng muhim tushuncha bu rasmiy staj. Staj degani shunchaki men ishlaganman degani emas. Staj degani davlat tizimida tasdiqlangan hujjat bilan isbotlanadigan ish davri. Agar siz zavodda, maktabda, shifoxonada, bankda, davlat tashkilotida yoki rasmiy korxonada ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun ijtimoiy soliq to'lagan bo'lsa, elektron mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, sizning holatingiz ancha yaxshi. Chunki pensiya hisobida asosiy kuch hujjatda. Masalan, birinchi misol, Dilshod aka 60 yoshga yaqinlashyapti. U 32 yil davomida rasmiy ishlagan. 20 yil zavodda, 25 yil xususiy korxonada, 7 yil qo'riqlash. Uning oyligi turli yillarda turlicha bo'lgan. Lekin asosiy jihati shuki, ish beruvchilar soliq to'lab kelgan. Agar minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi haqida qoida joriy qilinsa, Dilshod aka eng avvalo o'z stajini tekshirish kerak. Chunki u minimal pensiya hammaga avtomatik beriladi deb o'ylab xato qilmasligi kerak. Agar qoidada minimal staj sharti bo'lsa, masalan, erkaklar uchun ma'lum yillik ish staji talab qilinsa, Dilshod aka hujjatlari joyida bo'lsa, xavotiri kam bo'ladi. Unga sol faqat pensiya miqdori qanday formula bilan hisoblanishida qoladi. Ikkinchi misol, Malika opa 28 yoshga yaqin.
U 12 yil maktabda ishlagan, keyin farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan. Keyin bozorda savdo qilgan. Bozordagi savdosi rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Soliq to'lovlari tartibli bo'lmagan. U o'zini men ham ishladim-ku deb hisoblaydi. Lekin pensiya tizimida uning faqat maktabdagi 12 yili to'liq ko'rinishi mumkin. Agar reforma har bir kishiga 6 million desa ham, amaliyotda har bir kishi degan ibora ostida shartlar bo'lishi ehtimoli yuqori. Yosh, fuqarolik, doimiy yashash, minimal staj, ijtimoiy badal, kam ta'minlanganlik mezoni yoki bazaviy pensiya tartibi. Malika opa aynan shuning uchun bugun o'z hujjatlarini tekshirtirishi kerak. Chunki eng ko'p muammo aynan aralash hayot yo'lga ega odamlarda chiqadi. Biroz rasmiy ish, biroz norasmiy ish, biroz uyda bo'lish, biroz bozorda savdo. Uchinchi misol. Sardor 35 yoshda qurilishda ishlaydi. U oyga 7-8 million so'm topadi, lekin rasmiy shartnomasi yo'q. U bugun yosh pensiya haqida o'ylamaydi. Lekin men ekspert sifatida aynan Sardorga eng ko'p ogohlantirish beraman. Chunki 25 yil o'tgach, u men umr bo'yi ishladim deb pensiya idorasiga borganida tizim undan hujjat so'raydi. Qurilishdagi ustalar, haydovchilar, santexniklar, elektriklar, bozordagi sotuvchilar, uyda tikuv qiladiganlar, go'zallik salonida norasmiy ishlaydiganlar, taksi haydovchilari, internet orqali xizmat ko'rsatadigan frilanserlar o'z daromadini rasmiylashtirmasa, kelajakdagi pensiya huquqi zaiflashadi dedi. 4-misol. Chet elda ishlab yurgan migrantni olaylik. Masalan, Jamshid Taqasiyev Rossiyada, Turkiyada yoki Koreyada ishlagan bo'lishi mumkin. U oilasiga pul yuborgan, uy qurgan, farzandlarini o'qitgan. Lekin savol, o'sha yillar O'zbekistondagi pensiya stajiga qanday ta'sir qiladi? Agar u ijtimoiy to'lovlarni qilmagan bo'lsa yoki ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar bo'yicha hujjat to'plamagan bo'lsa, o'sha yillar pensiya hisobida to'liq ko'rilmasligi mumkin. Shuning uchun migrantlar ham men chetda ishlab pul topyapman, bo'ldi deb o'ylamasligi kerak. Pul yuborish boshqa, pensiya huquqini shakllantirish boshqa. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda norasmiy ishlayotganlar. Ikkinchi navbatda ish haqi hujjatda past ko'rsatilayotganlar. Uchinchi navbatda mehnat daftarchasida eski yozuvlari bor, lekin korxona yopilib ketganlar. To'rtinchi navbatda tug'ruq, farzand parvarishi, harbiy xizmat, o'qish, parvarish davrlari pensiya stajiga qanday qo'shilishini bilmaydiganlar. Beshinchi navbatda yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Chunki ular ko'pincha daromad topadi, lekin pensiya uchun kerakli to'lovni muntazam qilmaydi. Kim nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Rasmiy ishlayotgan, elektron mehnat daftarchasini tekshirib turgan, ish beruvchisi soliqni yashirmaydigan, pasport ma'lumotlari va ish joyi ma'lumotlari tizimda to'g'ri turgan odam, lekin xotirjam degani tekshirmasam ham bo'ladi degani emas. Men har bir odamga yiliga kamida bir marta o'z mehnat staji va to'lovlarini tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki xatoliklar ko'pincha pensiya chiqish arafasida emas, ancha oldin paydo bo'ladi. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi haqida gap ketganda, odamlar ko'pincha buni juda sodda tushunadi. Demak, hamma pensioner 6 million oladi. Amalda esa pensiya tizimlari odatda bunday ishlamaydi, har doim mezon bo'ladi. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, ustama to'lovlar, kompensatsiyalar bir-biridan farq qiladi. Agar reforma minimal kafolatni oshirsa ham, u aynan qaysi turdagi to'lovga tegishli ekanini bilish kerak. Birinchi tuzoq, minimal pensiya bilan minimal nafaqani adashtirish. Pensiya odatda staj va badalga bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa ko'pincha ijtimoiy himoya sifatida beriladi. Agar odam yetarli stajga ega bo'lmasa, unga pensiya emas, boshqa turdagi ijtimoiy to'lov tayinlanishi mumkin. Shuning uchun har bir kishiga 6 million degan jumlani eshitganda darhol savol berish kerak. Bu yoshga doir pensiyami, bazaviy kafolatmi, ijtimoiy yordammi yoki ma'lum toifadagi fuqarolar uchun ustamami? Ikkinchi tuzoq, inflyatsiya. Agar bugun 6 million so'm katta ko'rinsa, narxlar oshib ketganda uning xarid qobiliyati kamayishi mumkin. Masalan, dori-darmon oyiga 200 ming so'm bo'lsa, kommunal to'lovlar 500 ming, oziq-ovqat 2 million, transport va boshqa xarajatlar 700 ming. Noyabirlarga yordam yoki davolanish uchun yana 1 million kerak bo'lsa, 6 million tez tugaydi. Shuning uchun reforma faqat raqamni oshirish emas, balki pensiyani narxlar o'sishiga mos indeksatsiya qilish mexanizmini ham o'z ichiga olish kerak. Aks holda bugungi 6 million bir necha yildan keyin ancha past qiymatga ega bo'lib qoladi. Uchinchi tuzoq, hammani tenglashtirish xavfi.
Tasavvur qiling, bir odam 15 yil rasmiy ishlagan, soliqlar to'lagan. Ikkinchi odam esa umri davomida norasmiy ishlagan, badal to'lamagan. Agar ikkalasiga ham bir xil 6 million berilsa, birinchi odamda unda men nega rasmiy ishladim, nega soliq to'ladim degan savol tug'iladi. Shuning uchun adolatli pensiya reformasi ikki narsani birlashtirishi kerak. Bir tomondan hech kim keksalikda qashshoqlikka tushib qolmasin. Ikkinchi tomondan rasmiy ishlagan va ko'proq hissa qo'shgan odam ko'proq pensiya olsin. Aks holda kelajakda odamlar rasmiy ishlashga qiziqmay qoladi. 4-nozik jihat. Ayollarning staji. Ko'p ayollar farzand tarbiyasi sababli uzilishlarga ega bo'ladi. Agar tizim buni hisobga olmasa, ayollar pensiyada yutqazadi. Masalan, 3 farzandli ayol 10 yilga yaqin davrda to'liq stavkada ishlamagan bo'lishi mumkin. Bu davrlar qaysi shartlar bilan stajga qo'shiladi? Qaysi hujjatlar talab qilinadi? Farzand tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjatlari, ish joyidan buyruqlar kerakmi? Mana shu savollarni oldindan aniqlash zarur. 5-nozik jihat. Arxiv muammosi. Eski korxonalar yopilgan bo'lishi mumkin. Kolxoz, sovxoz, zavod, kichik firmalar hujjatlari arxivga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Odamning mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr noaniq, sanalar mos emas. Buyruq raqami yo'q. Bunday holatda pensiya tayinlashda qo'shimcha tasdiqlar so'raladi. Ba'zan guvohlar ko'rsatmasi, arxiv ma'lumotnomasi sud orqali faktni tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Men shuning uchun pensiya chiqishga 2 oy qolganda emas, kamida 2-3 yil oldin hujjatlarni yig'ishni maslahat beraman. 6-nozik jihat pensiya yoshiga yaqinlashgan odamning ish haqi. Ba'zi odamlar oxirgi yillarda yuqoriroq rasmiy ish haqi olishni boshlaydi va endi pensiyam ham katta bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisoblash formulasi qaysi davr daromadlarini olishi, maksimal cheklov bormi, koeffitsient qanday? Ish staji qanday ta'sir qiladi? Bularni bilmasdan aniq xulosa qilish mumkin emas. Shuning uchun faqat oxirgi bir yilni rasmiy qilish bilan hamma muammo hal bo'lmaydi. Eng kuchli pozitsiya bu uzoq yillar davomida muntazam rasmiy ish va to'lovlar bo'lishidir. 7-nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Agar minimal pensiya oshsa, ishlayotgan pensionerlar uchun qayta hisoblash bo'ladimi? Ustama saqlanadimi? Ish haqi bilan pensiya birga to'lanadimi? Cheklovlar bormi? Bu ham alohida savol. Masalan, 6 yoshli odam pensiyaga chiqqan, lekin yana qo'shimcha ishlayapti. U minimal 6 million bo'lsa, menga ham avtomatik qo'shiladimi deb so'rashi mumkin. Bunda javob aniq qonuniy mexanizmga bog'liq. Shuning uchun har bir pensioner o'z toifasi bilishi kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z mehnat stajingizni tekshiring. Buning uchun elektron hukumat xizmatlari, soliq organlari ma'lumotlari, ish beruvchidagi kadrlar bo'limi, pensiya jamg'armasi yoki mas'ul tashkilotlar orqali siz haqingizda qanday ma'lumotlar turganini ko'ring. Elektron mehnat daftarchasida ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar to'g'rimi, lavozimlar mosmi, korxona nomi xato yozilmaganmi? Shularni tekshiring. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni va eski hujjatlarni tartibga soling. Agar sizda eski qog'oz mehnat daftarchasi bo'lsa, uni yo'qotmang, yirtmang, uyda beparvo tashlab qo'ymang. Undagi har bir yozuv muhim. Ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shash buyrug'i, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv ma'lumotnomasi, harbiy xizmat hujjati, diplom, farzand tug'ilganlik guvohnomalari. Nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollar familiya almashtirgan bo'lsa, hujjatlarda ism familiya bir-biriga mos kelishi juda muhim. 3-qadam. Ish beruvchingizdan rasmiy ishlashni talab qiling. Men tushunaman, ko'p joyda ishchi ish beruvchiga qattiq gapira olmaydi. Lekin hech bo'lmaganda shartnoma bormi? Oylikning qancha qismi rasmiy ko'rsatilgan, soliq to'lanayaptimi? Elektron tizimda ish joyingiz ko'rinayaptimi? Shuni bilishga haqqingiz bor. Agar sizga 6 million oylik berib, hujjatda 20 million ko'rsatilsa, bu bugun ish beruvchiga foyda, ertaga sizga zarar. 4-qadam. Agar o'zingizni o'zi band qilgan bo'lsangiz yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, pensiya huquqingiz qanday shakllanishini aniqlang. Faqat ro'yxatdan o'tishning o'zi yetarlimi? Ijtimoiy soliqni qancha va qachon to'lash kerak? To'lov qilinmasa staj hisoblanadimi? Bularni aniq biling. Masalan, uyda tikuvchilik qiladigan ayol o'yiga yaxshi daromad topishi mumkin, lekin umuman rasmiy to'lov qilmasa, kelajakda pensiya masalasida qiynaladi. Taksi haydovchisi, ustachilik qiladigan odam, internetda buyurtma oladigan dizayner ham xuddi shunday. 5-qadam. Agar chet elda ishlayotgan bo'lsangiz,
hujjatlarni yig'ing. Mehnat shartnomasi, ish beruvchidan ma'lumotnoma, sug'urta to'lovlari, yashash va ishlash ruxsatnomalari, bank o'tkazmalari, soliq hujjatlari hammasi kengchalik ahamiyatli bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, O'zbekiston bilan siz ishlayotgan davlat o'rtasida pensiya yoki ijtimoiy ta'minot bo'yicha kelishuv bor yo'qligini tekshiring. Agar bor bo'lsa, qaysi tartibda hujjat topshirish kerakligini oldindan biling. 6-qadam. Pensiyaga chiqishga yaqin odamlar alohida reja qilsin. Agar siz pensiya yoshiga 3-5 yil qolgan bo'lsangiz, darhol hujjatlaringizni tekshirtiring. Qaysi yillar stajga kirdi, qaysi yillar bo'yicha ma'lumot yo'q, qaysi korxonadan arxiv ma'lumotnomasi olish kerak, qaysi familiya o'zgarishi tasdiqlanishi kerak, bularning ro'yxatini tuzing. Pensiya idorasiga borib, menda shunday holat bor, oldindan tekshirib bering deb murojaat qiling. Imkon bo'lsa yozma murojaat qiling, javobni ham yozma oling. Og'zaki gaplar keyin isbot bo'lmaydi. 7-qadam, agar hujjatda xato topsangiz, uni darhol tuzating. Masalan, tug'ilgan sani bir joyda 1935, boshqa joyda 1936 bo'lib qolgan. Yoki familiya bir hujjatda Karimova, boshqasida Karimova yoki boshqa imlo bilan yozilgan, yoki ishga kirgan sana bilan buyruq sanasi mos emas. Bunday mayda ko'ringan narsalar pensiya tayinlashda katta muammo bo'lishi mumkin. Xatoni ko'rib turib, keyin hal qilaman demang. Keyin korxona yopiladi, arxiv topilmaydi, mas'ul odamlar almashadi. 8-qadam. Pensiya haqidagi har qanday xabarga tanqidiy qarang. Internetda hamma 6 million oladi. Hujjat kerak emas, faqat ariza yozsangiz bo'ldi degan gaplar tarqalishi mumkin. Men bunday xabarlarga ishonishdan oldin rasmiy manbani ko'rishni maslahat beraman. Qonun, prezident farmoni, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organ izohi bo'lmasa, shoshilib xulosa qilmang. Ayniqsa firibgarlar paydo bo'lishi mumkin. Pensiyangizni oshirib beraman, hujjat qilib beraman, pul bering deydigan odamlar. Hech kimga pasportingizni, plastik kartangizni, SMS kodingizni bermang. 9-qadam. Oilaviy darajada pensiya savodxonligini oshiring. Faqat ota-onangizning pensiyasini emas, o'zingizning va farzandlaringizning kelajagini ham o'ylang. Yoshlar rasmiy ish, soliq, staj degan narsani davlatning ishi deb emas, o'z kelajagining poydevori deb tushunish kerak. Agar oilada bir kishi hujjatlarni yaxshi bilsa, ota-onasiga ham, turmush o'rtog'iga ham, aka-ukalariga ham yordam beradi. Men yana bir muhim tavsiyani aytaman. Pensiya masalasida hisob-kitob qiling. Hozirgi daromadingiz qancha? Uning qancha qismi rasmiy? Necha yil stajingiz bor? Pensiyaga necha yil qoldi? Sog'liq xarajatlari ehtimoli qanday? Uy, joyingiz bormi? Qarzingiz bormi? Bularni yozib chiqing. Chunki pensiya faqat davlatdan keladigan pul emas. Bu insonning keksalikdagi moliyaviy xavfsizligi. Agar imkoningiz bo'lsa, rasmiy pensiyadan tashqari jamg'arma qilish, tibbiy sug'urta, kichik aktivlar. Farzandlarga to'liq qaram bo'lib qolmaslik haqida ham o'ylash kerak. Demak, pensiya reformasi va minimal pensiyani 6 million so'm qilish g'oyasi juda muhim va odamlar hayotiga bevosita ta'sir qiladigan masala. Bu oddiy raqam emas. Bu keksalikdagi daromad, dori-darmon, oziq-ovqat, uy xarajatlari, farzandlarga qaram bo'lmaslik va insonning qadr-qimmati masalasi. Lekin men yana ta'kidlayman, har qanday reforma, aniq qoidalar, staj talablari, rasmiy daromad, hujjatlar va byudjet imkoniyatlari bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bugun eng to'g'ri yo'l bu shov-shuvga berilmasdan o'z hujjatlaringizni tartibga solish, rasmiy ishlash, to'lovlarni tekshirish va pensiya huquqingizni oldindan himoya qilishdir. Agar siz pensioner bo'lsangiz, hoziroq pensiyangiz turi va hujjatlaringizni tekshiring. Agar pensiyaga yaqin bo'lsangiz, arxiv va staj masalasini cho'zmay hal qiling. Agar yosh bo'lsangiz, norasmiy ishning kelajakdagi zararini bugundan tushuning. Agar chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni yo'qotmang va ijtimoiy to'lovlar masalasini aniqlang. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi kerakmi? Bu adolatli bo'ladimi? Rasmiy ishlagan odam bilan ishlama odam o'rtasida qanday farq bo'lishi kerak? Izohlarda albatta yozing. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.